Uch qahramon atrofidan kvartirani narxida tayyor patkulich uchastka so'raganlar uchun mana shu variantni bitta ko'ringlar. Narxi $120,000, hali kelishiladigan joyi bor. Manzilimiz Uch-Qahramon postidan 3 kilometr o'tganimizda Guliston mahallasida joylashgan bo'ladi. Binoning maydoni 180 kvadrat metr atrofida, uchastkamiz 1.4 sotix maydonga joylashgan, lekin ko'cha taraflarni ham ko'rishimiz mumkin. Katta parkovочный joylari bor. Hovlimizga keladigan bo'lsak, burchida bitta sanuzel ham joylashgan bo'ladi. Hozir ichkaridan o'zim ko'rsatib beraman. Asosiy binoga kirib keladigan bo'lsak, kirishimiz bilan mana shunaqa uzun xollni ko'ramiz. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Ranglarga ham e'tibor beringlar, juda ham chiroyli ishlangan bo'ladi. Ikkinchi tashqi zinamiz, podvalga keladigan bo'lsak, podvalimiz ham bitta chiroyli remontdan chiqarib qo'yilgan bo'ladi. Undan keyingi xonalarga keladigan bo'lsak, birinchi etajni o'zida kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Kattagina razmerda orqa hovlisi bor. Bu yerda kotelni xona ham joylashgan bo'ladi va birinchi etajni o'zida bitta umumiy sanuzel joylashgan. Ikkinchi etaj tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yerda 4 ta xona joylashgan bo'ladi. Ketma-ketligini ko'rishimiz mumkin. Bu birinchi yotoqxonamiz, yonida ikkinchisi bolalar yotoqxonasi, o'rtada bitta umumiy sanuzel joylashgan bo'ladi. Bu yerda 3-chi yotoqxonamiz va yonida 4-inchisi kattaroq razmerda. Bunaqa uchastkamizdan ikkita qurilgan, pastda egalarining nomerini qoldiramiz.